Hozirgi kunda aholining aksariyat qismi ijtimoiy tarmoqlarda faollik ko'rsatib, o'z kundalik amalga oshirayotgan ishlari, hayotida sodir bo'layotgan voqealarni o'z sahifalariga joylab bormoqda. Shu o'rinda ayrim fuqarolarimiz qonunchilikdagi normalarni qasddan buzib, buni ijtimoiy tarmoqlarda ko'z-ko'z qilish holatlari ham uchramoqda. Shu sababli ham yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ijtimoiy tarmoq sahifalari doimiy kuzatilib, ana shunday huquqbuzarlarga tegishli choralar ko'rilmoqda. Navbatdagi qahramonimiz o'ziga tegishli bo'lgan Li 9 rusumli transport vositasini 2012-yilda tug'ilgan, hali 13 yoshga to'lmagan farzandiga boshqarishni topshirib, hatto ushbu holatni video tasvirga olgan va o'g'lini ijtimoiy tarmoq sahifasiga joylashiga befarqlik qilgan. Ushbu holat yuzasidan yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan yuqoridagi transport vositasi va befarq ota aniqlanib, tegishli choralar ko'rildi. Ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni o'zingizni sahifangizda yosh bola avtotransport vositasini boshqarganligini ko'rdik va siz bunga qanday izoh berasiz? To'g'ri, 3-4 kun oldin o'g'lim ijtimoiy tarmoqlarda mashina haydagan videosini qo'ygan ekan. Bu noto'g'ri ishligini bildik, tushuntirishlar olib borishdi. Ota-onalarga ham tavsiya, voyaga yetmagan bolalarga mashina haydashga ruxsat berishmasin. Qilganimizdan afsusdamiz. Ko'rib turganingizdek, otaga nisbatan tegishli choralar ko'rildi. Transport vositasi jarima maydoniga joylashtirildi. Bu holatni sizga havola qilishimizdan maqsad xulosa chiqarishingizni, farzandingizni taqdiriga befarq bo'lmasligingizni, bunday huquqbuzarliklarning oqibati ayanchli yakun yasashi mumkinligi to'g'risida eslatib o'tmoqchimiz. Zero, yoshligida qonunlarni buzishni odat qilgan farzand kelajakda bundan og'ir jinoyatlarni sodir etishi mumkin.